353-bob ota o'z bolalariga bir narsa berishda biridan birini afzal ko'rishining karohiyati haqida. 1773-hadis Noman ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bashir o'g'illari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga Nomonni olib kelib, "Men bu o'g'limga o'zimdagi bir xizmatkor bolani hadya qildim" deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Mana shu kabi narsani har biriga hadya qildingmi?" dedilar. Bashir "Yo'q" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Uni qaytarib ol" dedilar. Boshqa rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Har biriga shunday qildingmi?" deganlarida Bashir "Yo'q" dedi. Shunda u zot "Allohga taqvo qilinglar va farzandlaringiz o'rtasida adolat qilinglar" dedilar. Bas, otam kelib haligi sadaqani qaytarib oldi. Yana boshqa rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ey Bashir, bundan boshqa farzanding ham bormi?" deganlarida Bashir "Ha" dedi. U zot "Har birlariga shunday hadya berdingmi?" degandilar. Bashir "Yo'q" dedi. Shunda u zot "Unday bo'lsa, meni guvoh qilmagin, chunki men zulmga guvoh bo'lmayman" dedilar. Yana boshqa rivoyatda "Meni zulmga guvoh qilmagin" bo'lib kelgan. Boshqa rivoyatda "Bu ishingga mendan boshqani guvoh qil" deb keyin "Bolalaring senga yaxshilik va xizmat qilishda barobar bo'lishlari xursand qiladimi?" degandilar. Bashir "Ha" dedi. Shunda u zot "Undoq bo'lsa, yo'q. Ya'ni ularni ajratmasdan barobar tutgin" dedilar. Muttafaqun alayh.